O mana shamollar ham bo'lib ketdi. Hop, hozir sexdan video qilyapmiz. Mana palistira bilan o'yladik. Ko'rishinglar mumkin. Quruq, tayyor holatda 1,5 mingta, 2 mingta chiqadi. Manzilda aytib o'tsak, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida hozir mana sizlarga bitta tashab ko'rsatib beramiz. Mana uni tashlang, mana uni tashlang. Rosa quriganini tashab bering. Mana ko'ringlar. Mana hech narsa bo'lgan, mana yonlari lekin yanchiladi, boshqa bo'ladi. Yana bitta unisini tashab bering, yana. Mana ko'rishinglar mumkin. Yana bitta tashlang, ha. Mana hech narsa bo'lgan yo'q. 4 metrli balandlikdan otildi. Maqam shu edi, samarangiz ham luboy narsa shu edi. Anker deysizlarmi? Farqi yo'q, bu ishga luboy narsani ushlab beradi. Trashina, yorilish, ustiga yuk tushsa bukilish degan narsalar bo'lmaydi, xudo xolasa. Kimga zaril bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxi ham o'ta idealni. Gazabloydan qimmat bo'lsa 1-2 ming so'm qimmat. Bunaqa 28 ming, 25 ming narx aytilmaydi. 21 ming so'm joyida yuklab beramiz. Dastavkalarni kelishamiz. Ko'proq olganga, xolasa ichida ham qilib beramiz. Katta ob'yomdagilarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Razmerlari ham chotki, qirralari ham o'ta idealni bo'lgan. Manzilni tushuntirib o'tdi, Farg'onada Toshloqda. Hop, gazablo so'raganlarga mana bu yoqda gazablolar ham bor. O'sha hamma yoq qo'shilgan, oxa ham qo'shilgan. Razmerlari o'ta ideal darajada. Mana ko'rishinglar mumkin. Avtomat reska 2 bosqichli sushilkada chiqqan g'ishlar. Unaqa oddiy optoda quritib suv qochib ketgan g'ishlar emas. Suv qochib ketgan deb nimaga aytyapman? G'isht kesalarda optoga terib orishyapti. O'zini ichida pari sparena bo'lib tushib ketib, g'isht mo'r to'p qoladi. Bizda mana bu sushilkaga kiradi. Avtomat reska kesgandan keyin bu sushilkaga o'tadi. Chotki qurib chiqadi mana g'ishlarni. Ko'rishinglar mumkin. Idealni holatda. Mana qirralarini ham ko'ringlar. Bunaqa qirra bilmagan qatdan topasizlar. Xo'p, g'ishlarning narxi, gazablolar narxi 18 ming so'm. 25-20 kilometr radiusgacha yetkazib beryapmiz ichida qilib. Katta ob'yomdagilarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarini tushirib ham beramiz. Katta ob'yomlarga dom qurilish, etaj, klinika deysizlar, bog'cha deysizlar, luboyga aytaveradi. Sertifikatlari ham bor. Hop, bir 10 kuncha oldin topshirganmiz. O'sha laboratoriya ham bo'ldi. Hamma sinovlaridan o'tdi laboratoriyani. Xudo xolasa o'sha sertifikatini beradi. 2-3 kun qoldi chiqishiga. Bemalol domdelar bo'ladimi, kvartira qurganlar bo'ladimi, luboy qurilishga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sertifikatlarini ham ko'rsatib beramiz. Mana g'ishlarni ko'ringlar, qanaqa kesilganini. Razmerlari ham o'ta idealni, qattiqligi ham chotki. O'sha avtokalar nima qilsa, o'shalar qo'shilgan. Ankerni chotki qilib ushlab beradi. Samares, anker, luboy narsani ushlaydi, lekin miq ushlamaydi. Palistira blogimiz miq ham ushlaydi, hamma narsani ushlaydi, lekin bu miq ushlamaydi. Anker, boshqa luboy narsani ushlaydi. Treshinalari ham yo'q, xudo xolasa. Mana hozir mahallada urilgan joy bor, o'tgan yil 1 yil bo'ldi. O'shani videoga ulab ketamiz hozir. Obunachilar mana o'sha urilgan uyga keldik, mana ko'rishinglar mumkin. Ideal holatda. Hech qanaqa dog'lar, treshinalari, boshqa narsalari yo'q. Mana bunaqa ko'chgan nimasi bor, bu o'zi g'isht tushirishda ko'chgan. Bunda hisobiga shunaqa. Mana ko'rishinglar mumkin. Idealni holatda bo'lib turibdi. Mana burchaklari ham. Kimga zaril bo'lsa 18 ming so'mdan Farg'onacha dastavka qilib beraveramiz.
o'sha aytgandek katta aviomobillar ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarni kelishtirib beramiz, xudo xolasa.